Bugungi kunda yurtboshimiz tashabbusi bilan qabul qilinayotgan turli qaror farmoyishlari, har sohada o'tkazilayotgan islohotlar xalqimizning osoyishta tinch hayoti, xavfsizligini ta'minlash, ularning daromadlarini oshirish, hayot sifatini ko'tarish, ishlab chiqarish salohiyatini yanada o'stirish, tadbirkorlik muhitini jadallashtirish yo'lida xizmat qilib kelmoqda. Shuning uchun ham mamlakatimizda eksport bob, import o'rnini bosa oladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilib, barcha shart-sharoitlar yaratilyapti. Jumladan respublikamiz bo'ylab barcha hududlarda hokim, to'rtta sektor rahbarlari, prokuror o'rinbosarlari, bojxona xizmati xodimlari tomonidan bu sohada amaliy chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Kungacha ip, kalava, matodan tortib tayyor trikotaj mahsulotlarigacha ishlab chiqarib, eksportni ham yo'lga qo'yishga erishgan Ariana Yarns Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tashrif buyurdik. Bo'sh bino va inshootlardan samarali foydalanish maqsadida Navoiy viloyati hududiy tanlov komissiyasining tegishli qarori bilan davlat tasarrufidagi 15 ta obyekt tadbirkorlik subyektlariga muayyan miqdorda majburiy investitsiya kiritish va yangi ishchi o'rinlarini yaratish sharti bilan sotib yuborildi. Shu tariqa korxona 2015-yilda akril ip ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lib, ushbu mahsulotni yillik ishlab chiqarish qiymati tobora oshib bormoqda. Misol uchun, mazkur korxonada 2016-yilda qiymati 5 milliard so'mga yaqin 326 tonna akril ip ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich o'z navbatida 19 milliard so'mga yaqin 716 tonnani tashkil etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda bu ko'rsatkichni yanada ko'tarib 57 milliard so'mga mo'ljallangan 1200 tonnalik mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Ariana Yarns Tekstil 2015-yilda yaratilgan. Bizning asosiy faoliyat turimiz akril kalava ipini ishlab chiqarish bo'ladi. Hozirgi kunda bizda 200 dan ortiq ishchilar ishlab kelmoqda. Ichki bozorga hamda eksport Rossiyaga, Qozog'istonga eksport qilinmoqda. 2018-yilda ichki bozorga ko'proq mol yetkazish maqsadida biz ob'yomlarimizni kattalashtiramiz. Xudo xolasa 2018-yilda 1200 tonnaga chiqarish rejamiz bor. Hozir ta'kidlab o'tgandek Rossiyaga, Qozog'istonga eksport qilamiz. Bundan tashqari yonimizdagi qo'shni mamlakatlarga Turkmaniston, Tojikiston, Afg'onistonlarga ham eksport yo'llari qidirilmoqda. Kelajakda qo'shimcha asbob-uskunalar kiritish niyatimiz bor. Undan hajmni ham kattalashtirish 2 baravarga kattalashtirish rejamiz bor. Mamlakatimizda tadbirkorlikka yaratilayotgan keng imkoniyatlardan foydalanib, import hajmini kamaytirishga xizmat qilayotgan ushbu korxonaning ishi xodimlarga ham o'z kasbidan faxr tuyg'usi, ertangi kunga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qilib kelayotir. Hukumatimiz tomonidan yaratilayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalangan holda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarib, uni xorijiy davlatlarga eksport qilib kelmoqdamiz. Prezidentimiz qarorlari va farmonlari asosida bojxona to'lovlari, imtiyozlar berilib kelmoqda. Jumladan bojxona tartib taomillari soddalashtirib, bojxona rasmiylashtiruvi to'liq elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Shu kecha kunduzda ham bojxona ishida ko'pgina qulaylik va imtiyozlar yaratilayotgan bo'lib, ular tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Zero bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkazish sharoitlarini umumiy e'tirof etilgan jahon standartlariga muvofiqligi ta'minlandi. Bojxona rasmiyatchiligi soddalashtirildi. Shuningdek, bojxona chegarasini kesib o'tadiganlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratildi. Bojxona posti tomonidan eksport tovarlarini bojxona ko'rigidan o'tkazish navbatsiz tunu kun amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, tadbirkorlar bilan tashkil etilayotgan ochiq muloqotlarda tumanimiz eksport salohiyatini yanada oshirish, tadbirkorlarni eksportga keng jalb qilish orqali amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Shuningdek, tadbirkorlarni eksportga keng jalb qilish, yangi eksport bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni kashf etish maqsadida tadbirkorlarga eksport-import tartib-taomillari to'liq tushuntirilib, ularning mahsulotlarini eksportga chiqarishga amaliy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Mamlakatimizda ishlab chiqariladigan mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish, uning eksport bobligini ta'minlash va bu sohaga qaratilayotgan e'tiborni oqlashning asosiy yo'lidir. Buning uchun albatta yuqori texnologiyalardan foydalana olish ko'nikmasidan tashqari, kecha bor hayratni sifatli tovarni ishlab chiqarishga qaratib, bugun ishga loqaydlik bilan emas, mas'uliyat bilan yondashish, bilimlarni yangilab borish, boshqalar bilan tajriba almashish lozimdir.